Dada, tezroq kiring, akam televizorda ko'rsatishyapti. Hozir O'yinjahon orqali meni bir aziz insonim kuzatib turibdi. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. Buni yuzingizga ayta olmayman. O'zi tezlatdimi? Hozir olib boraman, tayyor bo'l. O'g'lim, sen bu yerda nima qilyapsan? O'qishingda bo'lishing kerak edi. Dada, ertalab kontraktka deb bergan pulingiz mana. Men o'qishni tashlamoqchiman. Sizni bu ustida qiynalib ish qilishingizni ko'tara olmayapman. O'g'lim, bilasanmi? Har bir qashshoq oilani qashshoqlikdan qutqaradigan farzand. Sen o'qishga kirganingda eshitgan kunim, ozbora xursand bo'lganimdan xayol qilgandim. O'zimcha xayolimda meni odamlar uyda to'y qilsa oshga aytyapti. Abdurashid boy, ertaga oshga o'tasiz, uyimizda to'g'risida mehmonimiz bo'larsiz. O'zi hozir meni hech kim to'yga aytmaydi. Hadi o'g'lim o'qiyapti. Ertaga albatta katta inson bo'ladi. O'g'limni davrida men ham yuraman. Meni ko'ksimga ham shamol tegadi deb o'ylabman-da. Qaydan bilibman? O'g'lim bunday holda kelib, "Dada o'qimayman, shunday hayotga roziman" deydi. Mayli o'g'lim, meni peshonamga bo'shnoqlik ko'rmay o'ch yozilgan ekan taqdirimga roziman o'g'lim. Dada, sizga va'da beraman, ishonchingizni oqlayman. Chiq tashqariga. Iye. Chiq dedim men senga. Hop, dada. Meni bolam deb televideniyega chaqirishyapti. Hamma ko'ryapti meni bolam deb. O'g'lim, seni yutuqlaringni ko'rdim, endi armonim yo'q.